eng yaxshi investitsiya ko'chmas mulkka kiritilgan investitsiya. Agarda o'sha ko'chmas mulkingiz, ya'ni kunlik foyda keltirib tursa, bu bir o'q bilan ikkita quyonni urish degani. O'rtoqlar, biz hozir Oqtoshga kelganmiz. Sizlarga sotiladigan dachamizni reklama qilib beramiz. Oxirigacha ko'ringlar, narxi albatta aytib o'tiladi. Aşkımı kalbimde bilmezdim garip eyler felek. Her ne kadri aşinalar var rakip eyler felek. Çok ümit ettim ki hoş günler nasip eyler felek. Do'stlar, aytib o'tganimdek, biz Oqtoshga kelganmiz. Ko'chasini ko'rishingiz mumkin, asfalt bo'lgan, keraklik hamma kommunikatsiyalar o'tkazilgan. Uyimizni fasadi o'zingizlar ko'rayotganingizdek, eng muhimi havosi toza joylarda joylashgan. O'rtoqlar, hozir men sizlarga hovlini obzor qilib ko'rsataman. Demak, eshikdan kirganimizda bizani mana shunaqa ust yopilgan naves kutib oladi. O'rtoqlar, hovlida bemalol 4 ta 5 ta mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Chap tomonimizda bo'lsa katta basseynimiz joylashgan, razmeri 10 metrga 5 metrda tashkil qiladi. Landshaftlarga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yishinglarni xohlagan bo'lardim. Juda ham chiroyli. Ayniqsa bu yoqqa bahor, yoz oylarida kelsanglar, ajoyib manzaraga guvoh bo'lsanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa oilaviy o'tirish uchun joy qilib qo'yilgan. O'rtoqlar, landshaftlarga ham alohida baho berib qo'yasizlar. Ayniqsa mana bu archalarga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Demak, bu yoqdan yurib kelamiz. Mana bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, joy qoldirib ketilgan. Bu yoqda bolalar o'ynash uchun maydoncha qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yoqda bo'lsa yozgi oshxonamizda joylashgan. Yonida stol, tennis, bilyard o'rnatib qo'yilgan. Undan keyin bo'lsa kladovka va tashqi hovli uchun sanzur. Bundan tashqari uyimizning orqa tomonida mevali bog'i ham mavjud. Ana endi sizlar bilan ichkari uyni ko'rib chiqamiz. Uy qurilish qismidamiz, o'rtoqlar. Men sizlarga birinchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lgan xonalar. Demak, bu yoqda sauna ichida o'zini sanuzillari bilan to'g'rida bo'lsa o'rtoqlar zimniy basseynimizda joylashgan. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r sharoitlar qilib qo'yishibdi. Ana endi qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Demak, o'rtoqlar, qaranglar. Eshikdan shundoqqina kirganimizda bu yoqda uyimizning hamma isitish tizimlarini joylashtirib qo'yishgan. Ana endi men sizlarga mehmonxonamizni ham ko'rsatmoqchiman, o'rtoqlar. O'zingizlar bitta ko'ringlar, kattagina mehmonxona. Mana shu yerda ko'rayotgan hamma mebelinglar qoldirib ketiladi. Bundan tashqari mehmonxonamizda bu yoqda oshxonaga kirsak bo'ladi. Oshxonani ham o'zingizlar bitta ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnikasi joy-joyida. Mana shu ko'rayotgan hamma narsalar qoldirib ketiladi. Mana bu yoqda umumiy bitta sanuzilimiz joylashgan. Ana endi sizlar bilan yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Demak, do'stlar, biz ikkinchi qavatdamiz. Sizdan shunaqana ko'tarilganimizda bizani hol qismimizga kutib oladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. To'g'rida bo'lsa yotoqxonamizda joylashgan. Bundan tashqari bu yoqda o'zini alohida sanuzillari va mana bu yoqda balkonga chiqsak bo'ladi. Balkondan chiqqanimizda bizani ajoyib manzara kutib oladi. Demak, xonalardan tanishishni boshlaymiz. Bizdan ko'tarilganimizda birinchi xonamizda PlayStation xona qilib qo'yilgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Undan keyingisi yotoqxona. Demak, bizda yana bitta yotoqxona va oxirgi xonamizdan qolyapti. Bu yoqda ham yotoqxona, o'rtoqlar 3 kishilik yotoqxona qilib qo'yilgan. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Hamma sharoitlari joy-joyida. Demak, do'stlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'rasizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ysa ham bir marta eslatib o'taman. Oqtoshda joylashgan 12 sotuq plus 3 sotuq zahvat yerga ega bo'lgan dachani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Qo'shimcha ma'lumotlarni hammasini opsiyada olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotgan dachalarga $150 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joyi bo'ladi. Sizlar bilan ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.